Amir Temur buyuk davlat asoschisi. Amir Temur zolimlardan mazlumlar haqqini olish uchun kurashib, salkam 200 yil davomida Mo'g'ullarning zulmi ostida ezilgan Turon xalqiga ozodlik baxshida etdi. Amir Temur Mavarounnahrni Mo'g'ullar hukmronligidan ozod etib, bu qadimiy mamlakatda mustaqil davlat barpo etdi. 36 yil davron surib, yurt ulug'larini e'zozlab, Purmono o'gitlariga amal qildi. U Hindiston hamda Xitoydan Qora dengizga qadar, Sirdaryo va Orol dengizidan Fors qo'ltig'iga qadar g'oyat katta hududni qamrab olgan markazlashgan ulkan saltanatga asos soldi. Tenglik va adolat ustunlari ila barpo etilgan ulkan mamlakatning askarlaridan tashqari, oddiy odamlar ham sohibqiron uchun jonini qurbon qilishga tayyor edilar. Dunyo tamaddunida hech bir hukmdor odamlarning bu qadar ishonch va muhabbatiga sazovor bo'lgan emas. Yozuvchi Sayfulla Ikromovning ushbu romani salkam 7 asrdirki, afsonaga, dostonga, qo'shiqqa aylanib xalqimizning qalbida mangu yashab kelayotgan sohibqiron bobomizning yoshligi, harbiy faoliyati va muazzam saltanatni barpo etish borasidagi zahmatlari haqida hikoya qiladi. Ushbu roman siz aziz kitobxonlarga manzur bo'ladi degan umiddamiz.